Akalar mana ko'rib turganlaringizda mana shunaqa titanli mashinalari bir qator narxlarni ham surishtiramiz. Qolmang aka. Olaygan aka taqayapti. Aka, razmeri qanaqa, narxlari qanaqa bo'lyapti ular? Titanlarimiz 100 litrli. Aha. 90 kilo 100 litrli. Pechkalari ham gazga ham o'tinga moslab beramiz. Eshiklarini qo'ysak, o'tin ham yoqsa bo'laveradi. Yanelga chiqadi. Aha. Ular qanchadan aka narxlar? Mashinada garelkalari bilan komplet 1.880 mingga to'xtayapti. Aha. Bularga tenti joyini ham qo'yaveramiz. Aytgan joylarga Ariston vazifasini ham bajaraveradi. Bularda ikki xil turbalari bor, yangi turbadan ham bo'lgani, keyin rossiyskiy turbalar ham bo'lgan. Bular rossiyskiydiki 100 ming arzonroq chiqaradi. Xullas, razmerini aytsa bo'ldi, yasab ham berilaveradi. Ha, zakazga olinaveradi ham, necha litrli deysa ham berilaveradi. Ikkizamiz xudo xolasa. Dastlabga kelishilgan holda. Kelishilgan holda iloji boricha. Nomeringizni aytib yuboring aka. 91lik 114 11 42. Do'stlar, agar ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.